Shunaqa narsa ham qiladimi? Yuzga zubnoy pasti, kerosinli demak maskalar. Bu umuman mantiqqa to'g'ri keladigan narsa emas-ku. Bir kun sartarosh chiqib keladi, bir kun demak o'sha qo'l ichidagi kosmetologlar chiqib keladi. Bir xillarida demak bilmayman, men ularni ham tushunmayman. Vrachlardan ham shunaqa tavsiyalar chiqyapti. Bularning maqsadi bitta bo'ladi. Bular o'zini shaxsiy manfaatini o'ylab, Instagram sahifasini yurg'izish uchun, prosmotrini ko'tarish uchun, demak aktivini ko'tarish uchun sizlarga har xil yolg'on ma'lumotlar, yolg'on tavsiyalar berib turib, sizlardan demak foydalanadi. Sizlarga tavsiyam to'g'ri mutaxassisga murojaat qiling. Har doim bergan tavsiyalarining natijasini ko'ring. Kommentariyalarni o'qing. Odamlar demak nima o'tziv qoldirishyapti, qanaqa o'zgarishlar bo'lgan, shularga hammasiga ahamiyat bering. Oxirgi paytda juda ham ko'p patsientlar murojaat qilishyapti. Ani kosmetolog yoki bo'lmasa manba sartarosh bizga tavsiyasiga ko'ra shuni qilgan edik, allergiya berib yuzimizga bunaqa bo'ldi yoki bo'lmasa terimizga mana bu toshma chiqdi deb juda ham ko'p murojaatlar bo'lyapti. Shulardan xalos bo'lish uchun shu tavsiyalarga amal qilishingizni so'rab qolaman.